Assalomu alaykum, qadrli akalarim, ukalarim, qadrdon birodarlar, salomatmisizlar? Bugun yosh quyonchalarimizga albendazol ichki parazitlardan xalos qiladigan dori profilaktika ishini misol uchun siz qadrdonlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Qanday beriladi? Albendazol nima u? Albendazol ikki xil tabletka va suyuq qaymoqsimon shakldagisi bor. Men suyug'ini tanlayman har qachon, chunki quyonlarga ichirishga oson. Shuning uchun hozir birlik shpritsda 2-3 oylik quyonchalarga 0,3 milligram birlik shpritsda 0,3. Xavfsiz. Kimlardan 0,5 ichirishadi? Endi men to'g'risi bunday risklar bo'lmayman, chunki bu albendazol ham peridozi quyonni o'ldirib qo'yadi. Qanday tartibda ichiriladi? Ko'p kishi bilmaydilar. Mana shu tartibda ichirsak bo'ladi. Bismillah. Quyonni ushlaymiz. Quyonlar, sog'lom quyonlar ichirishga qo'yib bermaydi lekin. Tipirchilaydi, tepadi boshqa qiladi. Bittasi ichdi. Joyiga qo'yamiz. Yana 0,3 tortamiz. Birlik shpritsni yaxshi tomoni dozani yaxshi aniqlaysiz. Bitta quyonchamiz ham shamolyapti. Aksioryapti. Hoppa. İçmeyman, doğru içmeyman deyapti. Hoppa. Dum. Hoppa. Bunisi ham böyle. Doğru içmasa qayga boradi? Shunday maqalar, bizga ham doğru içirishgan-ku. İçmaymiz desak, "O'zingni olsin, ne deb urishardilar. Qo'rqqanimizdan doğru ichib bo'lardigida. Hech jonivor. O'zimizni metoddan foydalanamiz. Quyonni ushlaymiz. Qani? Juda zo'r metodda, faqat ust-bosh rassa bo'ladi. Lekin quyon tinch turadi. Ko'rdinglaringizmi? Abdulla Akbarov usuli bu deydi-ku, qaysir qiziqchi. Mana. Hech qayerga qochib ketmaydi. Qayerga qochasan? Kuda ketasan. O'g'richani ochasan, dorichani ichasan. To'g'rimi akalar? Mana bu yerda qonunchamiz bor. Pastani kadr ortida o'zini ko'rsatib turardi. Ko'rsataymi? Qizig'iga. Bezovta qilmasdan olamiz. Bizni qadrdonimiz bizani yetiblaymiz. Yaqinda ko'zlash jarayoni bo'lishi mumkin. Shuning uchun bezovta qilmaymiz. Xo'p. Quyonlarni o'zi men pastani mana shu holatda dori beraman. Lekin hozir boshim sal yaxshiroq ekanligi uchun yerindim. Gapni ochiqni aytaman. Ko'p akalarimiz aytadi, mushuk quyonga napadeni qilmaydi. Yo'q, o'rgatilgan mushuk hech qachon uy hayvonlariga napadeni qilmaydi. Aksincha himoya qiladi. O'zim guvoh bo'ldim. Begona mushuklar quyonxona atrofida o'rlashib yurganda, bu mushugimiz ular bilan urushib, janjallashib, yarador bo'lib, lekin birontasini quyonxonaga kirgizmadi. Hammasini o'ngagina ko'rsataman dedi, haydab yubordi. Dum. Jum. Mana. Belli tam все. Ularni avaylab ularga dori beraman dedim ya. Bilaman sarson qilish kerak. Sarson qilish xohlayman. Hech qachon sarson bo'lmaymiz. Bismillah. Mana bo'lganchalar. Tushdik. Hammasini samasval qildim. Hoppa. Hozir mana o'qishim flandirchamiz. 2 oylik. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? O'ta go'zal narsa. O'shiga ham o'sha ishni qilishimiz kerak. Chunki hayot majburlaydi. Dom. Kuchlari juda ko'p deb o'qishni. O'sha oldin ham ichganda. Narsadan ta'mini biladi. Voy. Xuddi tamom. Degan javob.
Yo'q, ichmasdan qo'yib olmayman. Voy qulayim. To'g'ri ichishga shunchami? Endi baribir ichasan-ku shuni. Qani. Hoppa ichdi. Voh, hamma yog'imni rasvo qildi. Qadrli birodarlar, tomoshabinlar. Buni yopib qo'yamiz. Sizlar ham to'g'ri ichasizlar baribir. Faqat qadrsiz. Quyonlarga, misol uchun, yosh o'sib kelayotgan quyonchalarga albendazol, ichki parazitlarga qarshi profilaktika ishlarini olib borish kerak. Chunki o'sib kelayotgan quyonlar yeyotgan ozuqasidan yaxshi rivojlanib kelishi uchun uni ichida parazit bo'lmasligi kerak. Parazit bu nafaqat hazm sistemasida, hattoki organlarga ham yo'q bo'ladi. Koksidioz deb biz bilgan kasallik o'zi aslida bu ham bir parazital kasallik hisoblanadi. Buni menga o'sha quyonchilik ilmiy ishi bo'yicha ilmiy ish yo'qlagan bir professor olima opamiz aytib o'tdilar va koksidioz nima ekanligi haqida ma'lumotlar berdilar. Mana shu albendazol bir miqdorda o'sha koksidiozni profilaktikasini o'taydi. Qadrli birodarlarim, agar manfaat tegan bo'lsa, men har doim xursandman. Like bo'lsangizlar, podpiska bo'lsangizlar, sizlar uchun sizlarni qiziqtirgan, sizlarni qiynagan savollarga har doim xizmatda javob berishga. Salomat bo'lasizlar.